kelishib javob bersa bo'lmaydi. yo. Yo, o'zbek tilidan boshqa tilni bilmayman. TTZ. TTJ yotoqxona. Talablar turar Bu TTJmi? Agar xohlasangiz mana shu 6 tasini bular topsa ham bo'ladi. Men bularga ko'proq ishonyapman. 50 yo'qmi? 50 bor. Tirik qarindoshlaridanmi? Opa. Ishonganing kim? Bizning ishonganimiz siz aziz tomoshabinlar va sizlar uchun ajoyib yangilik bor. Bizni hammadan oldin 2 hafta oldin tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Click TV platformasiga obuna bo'ling. Pastdagi havola orqali o'tib obuna bo'lsangiz, siz nafaqat ishonganing kim loyihasini, balki ma'no bor kulgulik dual show, Hay mayli stand up, undan tashqari Mirshakar Fayzullayevning chempion konsert dasturini ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Ishonganimsizlar, marhamat, tomosha qilinglar, mazza qilinglar. Hozir esa sizni ishonganingiz kim? Buni bilib olamiz. Marhamat, show boshlandi. Umuman bu show nima haqida? Ishonganing kim degan loyiha. Siz tanishingiz, do'stingiz, akangiz, ukangiz, opangiz, singlingiz farqi yo'q, kim bilan kelasiz? Ishonsangiz bo'ldi. 10 ta savol bor. 10 ta savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Yozma ravishda, sherigingiz esa u javoblarni topish kerak. Agar 10 ta savoldan 7 tasiga to'g'ri topadigan bo'lsa, bizda pul yutuqlari bor, yutishingiz mumkin. Agar mabodo 10 ta savoldan 4 ta xato qiladigan bo'lsa, bizda shartlar bor. Shartlar esa qiymatiga, ya'ni pul qiymatiga qarab o'zgarib boraveradi. Shuni bajarish kerak. Bo'ldi, shu boshqa bizda qonun qoida yo'q. Kim sherigi bilan kelgan va tayyor chiqishga 10 ta savolga javob berish kerak va 1 million so'm, 500 ming so'm yoki 100 ming so'm pul yutug'ini qo'lga kiritishi mumkin. Kim chiqmoqchi? Xo'sh, siz chiqmoqchisiz. Sizlar chiqmoqchisizlar, ekalalaringiz. Ajoyib. Siz kim bilan chiqasiz? Do'stingiz bilan. Necha yildan beri taniysizlar? 7 yil. Xo'sh, 7 yildan beri. Ajoyib. Sizlar ham fan klubda tanishgansizlar. Xayriyat. Sizlar necha yildan beri tanishisizlar? 4 yildan beri. Qanday tanishgansizlar? Kursdosh и dugona. Ajoyib, bo'pti. 7 yillik, 4 yillik tanishlar bor, yana kim? Tak, siz kim bilan chiqasiz aka? Necha yildan beri taniysizlar bir-biringlarni? O'tgan kundan boshlabmi? Siz tanigandan beri? Raddomda. Aniqroq bitta qorindan tushganmiz aka, deydi. O'shanda tanishganmiz. Egizak emasmizlar? Ya, egizak emas, aka-uka emas. Qoyil lekin, intriga bor qanaqadir, uzoq. Xohlaysizlarmi do'stliklaringizni bugun parchalaymiz? Yakun yasashga. Menga qiziq. Davayt, tashrif beringlar, qarsaklar ostida taklif qilamiz. Endi sizlar bilan tanishib olsak. Ismingiz? Sarvar. Shunday. Sarvar, do'stingiz ismi-chi? Azamat. Sarvar va Azamat. Shunday. Esinglarni taniganlardan beri taniysizlar bir-biringlarni. Siz savollarga yozing, siz bizga qaramang. Sizning vazifangiz bugun shu faqat. Savollarga javob yozib qo'yib to'ldirish. Bo'ldi. Xo'sh, kim taklif qildi o'zi bu shouga? Boraylik degan ideya kimdan chiqdi? Ikkalamiz umumiy tanishimiz, akamiz. Aytdi. Sizlar boringlar, men yolg'iz qolgim keldi uyda dedim. Yo'q, u ham chetda. U kishi ham chetda. Nega u kishi? Sizmi? Siz taklif qildingiz, lekin o'zingiz chiqmadingiz. Demak, nimadir bilasiz, Bu juda yaxshi. Xo'sh, qarang, Sarvar. O'zi nima ish qilasiz? O'qiysiz, ishlaysiz, bekorchisiz? Xo'p, o'qishni bitirdik ikkalamiz ham. Hozir ishlaymiz. Qayerda? IT tashkilot. Xususiy. Demak, sizlar kompyuterni bilasizlar. Shunaqa. Ozmas. Bu yaxshi. Xususiy IT kompaniyada. Necha yildan beri? Yo'q, o'zi yaqinda bitirdinglar, kirdinglar, shunaqami? Shunaqa. Shu yil yozda. Shunaqa. Ajoyib. Xo'sh, qaranglar, bizda pul yutuqlarimiz bor. 100 ming so'm, 500 ming so'm va 1 million so'm. Yutsanglar pulni olib ketasizlar. Agar yutqizib qo'yadigan bo'lsanglar, shartni bajarish kerak. Shart pulga, qiymatiga qarab o'sib boraveradi. Qaysini tanlaymiz? Nechta pulga o'ynaymiz? Eng kamini bitta tepasiz.
eng tepadan bitta past desangiz ham bo'lardi baribir. Bo'laveradi. O'sha narsaga to'g'ri kelamiz. Demak, 500 ming so'mga o'ynaymiz. Juda yaxshi 500 ming so'm. Demak, agarda siz 10 ta savoldan 4 tasiga to'g'ri 10 ta savoldan 7 tasiga to'g'ri javob bersangiz, pul yutug'i sizniki. Agar mabodo 4 ta xato javob beradigan bo'lsangiz, shartni bajarishingiz kerak. Demak, agar g'olib bo'lsangiz 500 ming so'mni qo'lga kiritasiz. Agar mabodo yutqizib qo'ysangiz, shart quyidagicha: bir-biringizni yelkangizga suyanib, qarama orqa qilib bir-biringizga yelkanglarni teqizib suyanib 5 marta o'tirib turish. Yoki 100 ming so'm jarima to'lash. Biz akamizga ishonamiz. Menimcha bu aka sizga hech narsa qilib bera olmaydi. Maksimum qarsak chalishi mumkin. Davay deb. Necha yoshsiz? 23. 23 yosh. 23 yosh uchun ajoyib tanlov. Tashqi ko'rinishingizda aytyapman. Xo'sh. Azamat haqida savollar bor. 10 ta. Siz bu savollarga javob topishingiz kerak. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, esini tanigandan beri bir-birini taniydigan Sarvar hamda Azamat 10 ta savolga javob berish kerak. Tayyormisiz? Olqishlar bilan boshlaymiz. Xo'sh. Sarvarbek, sizga birinchi savol. Do'stingiz Azamat borgan oxirgi to'y kimni to'yi edi? Ikki haftadan kelsa bo'larkan. Nimaga siz to'yingiz bo'larmidi? Yo, jiyanni. Afsus. Xo'sh. Do'stingiz borgan oxirgi to'y kimni to'yi bo'lgan? Sinfdoshimiz Otabekdi. Sinfdoshingiz Otabek. Va bu to'ppa-to'g'ri javob rostdan. Oxirgi borgan to'yi sinfdoshimizni to'yi deb yozgan, lekin ismini yozmagan ekan. Xo'sh, tabriklayman. Sizda birinchi savol va birinchi aniq javob. Demak, bizda ikkinchi savol. Do'stingiz pasportini nechanchi yil olgan? Pasportni stoldan olingan. Joyida unaga zalogga bergandan keyin olib ketgan emas. Ularimiz shunchaki. 20-yil. 2020-yil oxirgi olgan pasportda. Shunday. Oxirgi olgan pasportimi yoki nechta pasport bor o'zi? Nechta marta olgan? Oddiy pasportini 2020-yil deb o'ylayman, Zagranni bilmayman. Oddiy pasport deydi. Demak, sizningcha 2020-yil pasportini olgan va bu to'ppa-to'g'ri javob. Olqishlab qo'ysak bo'ladi. Yomon emas, hozircha 2-0 oldinda sizlar. Demak, bizda 3-savol. Do'stingiz Azamatning necha poy oyoq kiyimi bor? Sanadim tavakkal yozdingmi? Do'stingiz Sarvarbekning nechta oyoq kiyimi bor? O'zi kiyadigan. 4 ta. 4 ta taxmin. Bu to'g'ri javob. 4 ta rostdan ham. Ko'rinyaptimi yo? Yo'q, ko'rinmayaptimi? Aytdim, qanaqa javob topyapti ekan bu? Bizda 4-savol. Do'stingiz uyidan eng uzoq qayerga ketgan? Faqat viloyatni bilmadim-da, shu viloyatga voy. Toshkentda oxiri. Viloyatga chiqmagan. Viloyatga ham chiqmagan. Andijon, Namangan qilgan, eng bari uzog'i Toshkent. Eng uzog'i Toshkent. Demak, sizningcha do'stingiz esingizni tanigandan beri eng uyidan uzoqqa ketgan joy bu Toshkent shahri. Va bu to'ppa-to'g'ri javob. Qoyil. Yomon emas, Sarvar, yaxshi. 4-0 oldinda sizlar. Va biz savollarning ekvator chizig'iga yetib keldik. Bu degani o'rtasi. Mayli, siz bilsa yarmi desa qol, yarmi.
Demak, tayyormisiz? 5-savol. Do'stingizning telefoni qaysi tilda nastroykada turibdi? Qaysi tilda do'stingizning telefoni? O'zbek tilida. Va bu to'ppa-to'g'ri javob, olqishlasak bo'ladi. Qoyil. Ko'p olib turasizmi telefonni qo'lingizga? Yo'q, o'zbek tilidan boshqa tilni bilmayman. Logично. O'ylab ko'rsa. Demak, bizda 6-savol. Do'stingiz oxirgi marta kimni aldagan? Oxirgi marta aldagan insoni kim? Ism bor yoki shaxs qanaqadir? Menimcha shaxs bo'lsa kerak qanaqadir. Chunki boshqa aldash aldanganga kirmaydi-ku. Kuchukda aldasangiz aldaganga kiradimi? Kirmaydimi? Mana suyak desangiz, u qaytib kelib spros olmaydi-ku sizdan. O'shaning uchun shaxs. Kimnidir aldagan? Hamidullohn o'rtog'in. Hamidullo degan o'rtog'ini aldagan. Ota-onasi bo'lmasa kerak har xilda. Bilmadim lekin aka men. Qaysi javob? Hamidullo o'rtog'i. Oxirgi marta Hamidullohni aldagan. Shunday. Bu noto'g'ri. Javob: ming afsus, oxirgi marta do'stingiz uydagilarini aldagan. Ikkinchi variant edi. Yomon emas, 5-1 hozircha hisob. Oldinda baribir sizlar. Bular shunaqa pakalaynak-ku. Raqamlarga kuladigan, ha. Sö. Demak, mayli, bu raqamni o'zgartiramiz. Bizda 7-savol. Tayyormisiz? Demak, qarang. Yomon emas, hozircha 5 ta savolga aniq javob berdingiz. Bizda 7-savol. Do'stingiz oxirgi sotib olgan kiyimi nima? Sotib olmagan, bu oyoq kiyimini tog'asidan olib kelgan. Demak, sotib olmagan, oyoq kiyimini tog'asidan olib kelgan. Qabul qilaymi? Mayli. Demak, javobni qabul qildim. Do'stingiz oxirgi sotib olgan kiyimi deganimda siz aytdingizki, tog'asidan oyoq kiyim olib kelgan. Yo'q, do'stingiz sizni aldagan, Xitoydan futbolka sotib olgan, oxirgi olgan kiyimi. Mendan keyin nimadir ish qilibdi-da. Xo'sh, bizda 8-savol. Oxirgi marta do'stingiz qanday ovqatni tashlab yuborgan? O'sha narsani tashlamaydi-ku aka. Oxirgi marta tashlab yuborgan ovqati. Rolton tashamaydi uni. Uni yesa bo'ladi oxirigacha. Roltonni isitib yesa ham bo'ladi-ku. Ikkita variant bor-da. Xo'sh. Grechka bilan makaron. Grechka va makaron. 50 yo'q. 50 bor. 50 yo'q lekin. Grechka va makaron. Ming afsus. Bu xato javob. To'g'ri javob esa sut mahsulotlari. Yomon emas hisob. Hisob 5-3 oldinda hamon sizlar. Tayyor bo'lsanglar, bizda oxirgi 2 ta savol qoldi. O'ylaymanki, Sarvar sal yig'ib javob berasiz. Tayyormisiz? Demak, bizda 9-savol. Do'stingiz Azamat ustiga yopib uxlagan eng noodatiy narsa nima? Savolni mana birinchi marta o'qiyman, bor-ku. Eng noodatiy narsa nima bo'lishi mumkin? Brezin da uxlagan ekanman men, eng noodatiy narsa. Yoki mashinada kapotda qaysi biri noodatiy hisoblansa. Sarvarbek, do'stingiz, siz tanigandan beri nima olib yotgan ustiga eng noodatiy? O'ylay, shuni ham ustiga yopib yotibsanmi deydigan. Yoki voy bechora ustiga shuni olib yopibdi.
Bitta hech bo'lmasa bitta ko'rpacha beraylik. Hamidullohni. Demak, sizningcha do'stingiz Azamat uxlaganda ustiga yopib uxlagan eng noodatiy narsasi bu Hamidullo. Shunday. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa o'zini futbolkasi. Noodatiy emas-ku. Hay, eng noodatiy shu ekanda, endi nima qilaylik? Oxirgi 10-savol. Demak, oxirgi marta borgan to'yi sinfdoshi 2020-yil pasport olgan, uyida 4 ta oyoq kiyimi bor. Uyidan eng uzoqqa chiqqan joyi Toshkent. Telefonining til nastroykasi o'zbek tilida. Oxirgi marta aldagan insonni uydagilari Xitoydan futbolka olib kiygan, sut mahsulotlarini oxirgi marta tashlab yuborgan va eng noodatiy ustiga yopib uxlagan kiyimi o'zining futbolkasi bo'lgan do'stingiz qaysi gulni yaxshi ko'radi? Shahar berdim. Qaysi shahar? Uni ham bir hisoblab ko'raylik dedi. Guliston aka. Guliston nimaga siz bilmasam aka turibdi-da. Xo'sh. Javob berasizmi? Siz tanigandan beri taniysiz. Nahot o'tirib senga qanaqa gul yoqadi o'zi do'stim deb gaplashmagansizlar. Yo'q, menga gul bermaydi-da, o'zi gul beradiganlar bor. Yo, sizga gul bersa g'alati bo'lib qoladi. Shuning uchun bilmayman-da. Ya so'rash mumkin-ku. Atirgul bo'lsin. Atirgul. Demak, sizningcha do'stingiz yoqtirgan gul bu Atirgul. va bu to'g'ri javob, olqishlab qo'ysak bo'ladi. Haqiqatdan da do'stingizni yaxshi ko'rgan guli bu atirgul ekan. No, ming afsus, hisob 5-5 tenglik, lekin bizda qani 6-4. Ha, 6-4 ha, mayli 6-4 hech qisi yo'q. Baribir yutqizdi o'shaning uchun. Demak, xo'sh, Sarvar va Azamat, sizlar endi shart quyidagicha edi. Bir-biringizni yelkangizga suyanib 5 marta o'tirib turish kerak. Yoki 100 ming so'm jarima. Qaysi birini amalga oshiramiz? Menda 50 ming bor lekin. Menda ham bor. Menda da 100 ming bo'ladi endi. 50 ming berishdi. bo'ldi. Pul beramiz. Pul berasizlar, olqishlab qo'yamiz. Ajoyib do'stlar, Sarvar hamda Azamat. O'ylaymizki, sizni do'stliklaringiz bizni shoudan keyin oxirigacha qoladi. Va 100 ming so'm beraylik, davay. Kartaga? Bilmayman, kim kartada olib qoladi bizada? Kartada olib qoladiganlar bormi? Yo'q, naqd beraylik deyapti. Xo'sh. Aytgancha eslatib o'taman, endi bizda pul yutuqlari o'zgardi. Endi siz sahnamizga chiqqan vaqtingizda 200 ming so'm, 600 ming so'm va 1 million 100 ming so'm yutib olishingiz mumkin agarda savollarga to'g'ri javob bersangiz. Qaranglar qanday zo'r shou. Xo'sh, tanishib olamiz endi sizlar bilan. Savollarni umuman ko'rdinglar. Qiyin savollar emas. Umumiy javob bersa bo'ladi. Men sizda qattiq ko'rganman. Bir marta yechim topiladi showimizga. Oq ko'ylakda kirdingiz. Qani oq ko'ylak? Uyda. Shu bo'ldi, bordinglar o'qishga bir marta kiyib, endi yechib qo'ydinglar. Endi ikkinchi kursman. Ismingiz? Ahmad. Ahmad, do'stingiz ismi? Xurshid. Xurshid. Demak, sizlar 22 kundan beri tanish. Ajoyib muddat. Men ham 22 kunda tanishgan bo'lardim birorta odam bilan menimcha. Xo'sh, Ahmad, bizda 3 xil pul yutug'i bor. 200 ming so'm, 600 ming so'm va 1 million 100 ming so'm. 200 ming. 200 ming. Shart osonroqda. Mayli. Demak, siz 200 ming so'mlikni tanladinglar. Mabodo 10 ta savoldan 7 tasiga to'g'ri javob bersangiz 200 ming so'mni qo'lga kiritasiz. Agar 10 ta savoldan 4 ta xato javob bersangiz, shartni bajarishingiz kerak. Shart quyidagicha.
Sherigingizni ikki qo'lingizda 1 daqiqa ko'tarib turing. Ajoyib shart. Demak, o'qiysiz narxozda 2-kurs. Do'stingiz Birinchi kurs. Birinchi kurs. Birinchi kurs. Ha. Savoliga javob yozib berdingizmi? Bo'ldi. Bering. Siz teginmang. Yebi. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin va tayyormisiz? Tayyorman. Do'stingiz haqida 10 ta savol va mana shu 10 ta savolga siz ketma-ket javob berishingiz kerak. Demak, bizda birinchi savol. Birinchi mana olqishlab qo'yaylik. 22 kunlik do'st. Bu muddat yetarlimi yoki yo'qmi bugun bilib olamiz. Tayyormisiz? Demak, sizga birinchi savol. Do'stingiz eng ko'p ishlatadigan bahonasi nima? Uxlab qoldim. Nima degan? Uxlab qoldim deb kelib aytadi. Kech qolsa, keyin uxlab ham qoladi haqiqatan. Va bu to'g'ri javob. Qo'yilmisizlar. Birinchi savol va birinchi to'g'ri javob. Bizda ikkinchi savol. Do'stingiz eng ko'p qaysi avtobusda yuradi? Yo'nalish raqami. Qaysi avtobusdan eng ko'p foydalanadi? O'rikzor ko'p boradi, 34 bo'lish kerak. 32. 32. Aha. Demak, sizningcha do'stingiz 32-avtobusdan ko'p foydalanadi. Javobni qabul qildim. Ming afsus, bu xato. Do'stingiz eng ko'p foydalanadigan avtobus raqami bu 82-avtobus. No, hisob 1-1 oldinda ikkovimiz va bizda 3-savol. Ajoyib savol ekan. Tayyormisiz? Do'stingiz tanigan eng qari odam necha yoshda? 22 kun ichida aytmaganmi? Men falon yoshdagi odamni taniyman, senchi deb. Qanday gaplashib tanishgansizlar bo'lmasa? Tavakkal, 66. 66. Demak, sizningcha do'stingiz tanigan eng yoshi katta odam bu necha yosh? 66. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa 65. Qarang. Ozgina kutsak, u odam 66 ga kiradi menimcha. Va o'shanda sizning javobingiz to'g'ri bo'ladi. Kelasi yil ham keling. Kelamiz. Kelinglar va mana shu javob. Yomon emas. 2-1. No, lekin hali sizda yana imkoniyat bor. Tayyormisiz? Tayyorman. Bizda 4-savol. Buni bilishingiz mumkin. Do'stingiz universitetga necha ball bilan kirgan? Ve buni endi yoshda gaplashmagansizlar mayli. Sen tanigan odam eng qarisi necha yoshda deb, qaysi avtobusda ko'p yurasan deb so'ramagansiz. Necha ball minus 5 ball oralig'ida xato qilish mumkinmi? Yo'q, plus minus 3 ball. 3 ball? Ha, plus minus 3 ball. Siz aytgan raqamga plus minus 3 ball. Agar mana shu radiusda bo'lsa, biz to'g'ri javob deb qabul qilamiz. Birinchi kurs qarang, universitetga kirdi, yotoqxonada birga turasizlar. Nahotki so'ramagansiz, necha ball bilan kirding deb. 165 bo'la qolsa. 165. 165. Javobni qabul qildim. Demak, do'stingiz universitetga 165 ball bilan kirgan deb o'ylayapsiz. Plus minus 3 da. Plus minus 3 bilan. O'shanda yo 162 yo 168 bo'ladi. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa 170 ball. O'zim 162 bilan kirgan. Sizdan ozgina aqlli. O'tgan yilgi sizga nisbatan. Bu yilgisini bilmaymiz-ku. No, lekin siz o'ylanmang, sizga berilgan 3 ta imkoniyatdan, ya'ni 3 ta xato qilish imkoniyatidan foydalanib bo'ldingiz. Hisob 3-1 oldinda men. 5-savol. Do'stingiz Toshkentda eng yoqtirgan lokatsiya qaysi? Xonadan chiqmaydi. Bilmasam, kuxnyadir balkim. Magicmi yo? Magic. Birinchi kurs. Siz birinchi kurs, demak Magicni yoqtiradi deb o'ylayapsiz. Bo'lishi mumkin. Yotoqxonada. Boshqa boradigan joy yo'q. Yotoqxona.
Menimcha yotoqxonada tursangiz ham yotoqxonani yoqtirish sal noqulay-ku o'zi. O'qishga boradi, yotoqxonaga keladi. Bu majburlikdan. Bormagan joyga qanday yoqtirish mumkin? Men Amerikani yoqtiraman. Yevropani yoqtiraman. Yotoqxonada. Yotoqxona qabul qilaymi? Javobni qabul qildim. Sizningcha do'stingiz eng yoqtirgan lokatsiya Toshkent bo'ylab bu uning yotoqxonasi. Shundaymi? 506-xona. 506-xona. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa TTZ. TTJ yotoqxona. Talabalar turadi. Bu TTJmi? Bo'lmasa to'g'ri ekan. Men o'zim o'yladim TTZ deb aytdim. Ajoyib fukusi bor ekan bu bolani deb o'yladim. Talabalar turar joyi, TTJ, Siz rostdan bir chiqing bu yoqqa, tanaqa. Toshkent katta, chiroyli joylari ko'p, bog'lari bor. Olib keldim kishi og'ay. Yomon emas. Va bizda 6-savol. Tayyormisiz? Tayyor. Do'stingizning telefonida qancha bo'sh gigabayt xotira bor? Biladi, javob yozgan mana. Plus minus necha gigabayt? Plus minus 1 gigabayt mayli. 5 gigabayt qilaylik. 5 gigabayt juda katta narsa u, baby. 1 gigabayt. Yo, 256 megabayt вообще-то. Plus minus. Mayli 1 gigabayt qoldiramiz, plus minus. 25 gigabayt. Bo'sh joyi bor. 25 gigabayt bo'sh joyi bormi? 15. 15 gigabayt bo'sh joyi bormi? 256 ni to'ldirmasa kerak bu. 256 talikmi telefoni? 5 giga. Plus minus 1 giga. Shunaqa. Qaraveraymi? Qarang. Xo'sh, sizningcha do'stingizning telefonida qancha gigabayt bo'sh joy bor degan savolga siz 5 gigabayt deb javob berdingiz. Plus minus 1. Qabul qilaymi? 5 gigabaytni qabul qildik. To'g'ri javob esa 10 gigabayt bo'sh joy xotirasi bor. Yutqazdik? Yutqazdik? Yo'q, hali. O'ynasak bo'ladi. Bosaveraylik. Bosaveramizmi? Endi bu yoqda o'ylab o'tirishingizga hojat yo'q. Tayyormisiz? Tayyor. Oilangizdagi, ya'ni do'stingizning oilasidagi eng kichik bolaning yoshi necha yosh? O'zida? Necha yosh o'sha? 19. 19. Javobni qabul qildim. Xato 6 yosh ekan eng kichigi. Bilmasdingiz-a? Yo'q, bilmasdim. Davom ettiramiz. Do'stingiz bog'dan meva o'g'irlagan yoshligida. Agar o'g'irlagan bo'lsa, u qaysi meva? Qaysi mevani o'g'irlagan yoshligida? Olma. Olma. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa yo'q, hech qanaqa meva o'g'irlamagan yoshligida. Tushunmadingiz-a? Men ham tushunmadim, lekin yo'q deb yozib qo'yibdi mana. 9-savol. Qarindoshlar gruppasida, do'stingizning qarindoshlar gruppasida nechta odam bor? Telegramda. O'zim qarindoshlar gruppamda nechta odam borligini bilmayman. Qarab turmaysizmi sizlar? Kimdir ketdi, kimdir keldi deb. Xolalar boshqarishadi. Jiyan bo'lib bir hol-ahvol so'rab qo'ying qarindoshlar guruhidan, 25 ta. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa 10 ta. Bizda 38 tami, 35 tami? Bizda ham xuddi shunday. Lekin bular unday emas ekan, buni qaranglar endi. So'nggi 10-savol. Do'stingiz bugun ertalab nonushtaga nima yedi? Nonushtani o'zim tayyorlayman. Har kuni ertalab. Aha. Sariyog', kolbasa, tuxum. To'g'ri javob. Da, kolbasa yegan ekan.
sariyog' bilan tuxumni yemagan menimcha, faqat kolbasani yegan bo'lsa kerak. Yomon emas, 22 kunlik tanishlar 4 ta to'g'ri. 4 ta topdingiz, 6 ta xato javob berdingiz. Yomon natija emas, 22 kun. Butun umrda 6 ga bo'lib turganda 22 kunda 4 ta. 4 ta yomon, yana 22 kun bo'lsa 8 tasiga javob bera olasiz. Yana 22 kundan keyin kasallik yutib ketishinglar mumkin. Xo'sh, Ahmad va Xurshid olqishlab qo'yamiz bugungi ishtirokchilarimiz. Va endi bizda rovna 1 daqiqa kimdirni ko'tarib turish kerak. Kimni ko'tarib turadi 1 daqiqa? Siz ko'tara olasiz. Jarimani hech bir. Jarimasi yo'q buni. Faqat ko'tarib turish kerak. 1 minut. Biz vaqtga qarab turamiz. Yo. 500 ming ham qabul qilinmaydi. Shart bajarish kerak. Odamlar bo'lmasa ishonmaydi-da. Ha? 1 minut men ungacha ular bilan gaplashib turaman, qolganlar bilan sizlar ko'tarib tursanglar bo'ldi. Ha, bo'ladi. Orifjon, shu yerdamiz? Ha, bo'ldi. Hozir. Men sekundomer topib olay. Qayerda bo'ladi sekundomer? Ha, soat ichida bo'ladi. Bo'ldi. Mana bunday qilibmi? Oshing bo'lib qoladi bu endi. Давайте. Опа! Ajoyib do'stlar. 22 kun bo'lishiga qaramay bir-birini taniganiga shunaqa mehrli, shunaqa muhabbati to'lib toshgan bir-biriga. Tak, bizda 4, 3, 2, 1, 0. Olqishlab qo'ysak bo'ladi, rahmat. Bizda sizlar taniydigan, o'zimiz ham taniydigan ajoyib ijodkorlar bor, stand-up bo'yicha shug'ullanadi. Boshqa biz kimni ham chaqirishimiz mumkin. Tayyor bo'lsanglar, olqishlar bilan qarshi olamiz. Bekzod Yusupov hamda Asilbek Zikirov. Olqishlar! O'zbekistonga qandaysiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ko'rinmaysiz anchadan beri. Bitta xonada turamiz-ku. Sezdirib qo'ymang-da. Xo'sh. Asilbek hamda Bekzod Yusupov bizda navbatdagi yulduzli mehmonlarimiz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Qanday ko'ndirdi seni Asilbek Bekzod o'zi bilan chiqishga? Tak. Uyda yotuvding? Uyda yotuvdim. Birinchi u telefon qildi. Yo'q dedim. Keyin Sabrina telefon qildi. Keyin unga ham yo'q dedim. Keyin dadam telefon qildilar. Oxiri bobomga kelib to'xta dedi. Chunki qo'rqasan bobong kompyuterdan telefon qildi. Da. Bekzod oldiga bor Asilbek. Xo'sh, juda yaxshi. Bizda pul yutuqlari bor, xabarlaringiz bo'lsa, 100 ming so'm, 500 ming so'm hamda 1 million. Nech pulga o'ynaymiz? 600 ming so'm hamda 1 million 100 ming so'm. 10 millionlik yo'qmi Asilbekni o'ldirib yuborishga? 10 million berasiz, Asilbek o'lib ketadi. Bilmadim, o'z tanlasimi bo'lmasa. Tak. 1 million 100. 1 million 100 ming so'm. Agar sizlar hozir 10 ta savoldan 7 tasiga to'g'ri javob bersanglar, 1 million 100 ming so'mni qo'lga kiritasizlar. Agar mobodo 10 ta savoldan 4 ta xato javob beradigan bo'lsanglar, shart bajarashingiz kerak bo'ladi. Sherigingizni qo'lidagi, ya'ni o'sha barmog'idagi tirnog'ini tishlab oling. Ya'ni tirnog'ini tishlab olish kerak. Sherigingiz yo'q-ku, qanday qilib tishlab olasiz siz rostdan ham? Tak. Qani bunday ham tirnoq bormi o'zi? Ozroq chiqqan, Bo'ladi, kagras. tishlab olsa bo'ladi. Bo'ladi. Qaysi biring tishing o'tkirroq? Men plomba qilganman. Tishchi.
Demak, bizda 1.100.000 so'm yoki do'stini hozir ko'ramiz, bir-birini tirnog'ini tishlab olishadi. Aslbek o'zim men qaysi sanada tug'ilganman? Ha. Shunaqa savol bormidi? Boshqa odam yo'qmi? Mana Islom aka rochka qolib ketibdi o'sir. Xo'sh. Barmog'ingizni bishimi ekanmizda. Maqtarib yurasiz. Siz ham. Birinchi savol. Sizningcha do'stingiz Bekzod qaysi mashinaga ismi qo'yilishini xohlagan bo'lardi? Tak. Mashinaga qiziqmaydi. Aha. Lekin qaysi mashinaga o'zining ismini qo'ygan bo'lardi? Tak, bu rusummi yo markami? Ya'ni Gentrami yo Chevroletmi demoqchi? Mashina. Mashina, ya? Ha. Jiguli. Aslbek hazlashmayapmiz. Bunda 07 da. Sizningcha do'stingiz Bekzod 07 ni ko'rganda bu qaniydi mana shu mashinaning nomi Bekzod bo'lsa degan. Da. Shundaymi? Javobni qabul qilaymi? Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa Gelik. O'xshaydi-ku. Da, ozgina kichkinasi. Da. Shaharda ko'rib ko'rganda menimcha. Ana Bekzod ketyapti, Bekzod ketyapti deyishdi. Xohlagan. Assalomu alaykum, Bekzod. To'ylarga Bekzod nechta pulga chiqyapti deydi. O'zimni mashinami deb. Yo, juda ko'pchilik bugun biza remont qilishga Bekzodni olib qoldik. Kuzatib boring, biz bir oydan keyin natijasini ko'rsatamiz. Yo, u mashina juda ko'p qizlarning orzusida, shunga o'zim ismini qo'ydim. Sen bunaqa taraflama o'ylading-a? Da. Demak, bizda ikkinchi savol. Mahrga Bekzod so'raydi keyin. Mahrga nima bersin? Bekzod bersin menga. Xo'sh, demak bizda ikkinchi savol. Do'stingiz Bekzodning oyoq razmeri necha? Bu emas. Plus minus razmer beriladimi? Plus minus yarim. Tak, plus minus yarim. Unda 40 yarim. 40 yarim. Yoki 40 yo 41. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa 42. Asli bir oyoqqa qarang. Hozir agar topilmasa shu oyoqqa kepana qilishingiz mumkin. Qanaqa? Tirnoq. Aslbek hazillashmang. Islom aka boshqa yerda o'ynasak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bizda 3-savol. Yangi sveji savol. Tayyormizmi? Da. Do'stingiz Bekzod eng ko'p sindirgan idish nomi. Nimani eng ko'p sindirgan? Kosa yoki piyola bo'lsa kerak-da. Kosa yoki piyola? Da, kosa yoki piyola. Birovni taqdirichi. Birovni taqdiri. Da, uni ham sindirib turadi. Lekin kosa deb yoki piyolamikin. Davay, tarilka bo'la qolsin. Tarilka. Qabul qildim. Demak, sizningcha Bekzod Yusupov eng ko'p sindirgan idish bu tarilka. Tarilka. Likopcha. Likopcha. Yoki lagan. Lagan. Javobni qabul qildim. To'g'ri javob esa hech qanaqa idish sindirmagan Bekzod shu paytgacha. Umuman. Yo'q. Yoshligingizda ham. Yo'q. Kashi yotgan payt yiqitib o'rmagansizmi? Kashi yemaganman. Sut ichgan. Uni esa sindirib bo'lmaydi. Mana shu asl. Lekin hech qisi yo'q bolalar, sizlar 3 ta savoldan 3 ta noaniq javob berib bo'ldinglar va endi faqat to'g'ri javob berish kerak. Kazinoda. Tayyormizmi? Da. 4-savol. Kelishib javob bersa bo'lmaydi? Yo. Afsus. Do'stingiz Bekzodning ismini kim tanlagan? Buni topa olasiz menimcha. Bekzod ismini kim qo'ygan? Aytib berganman bu haqida sizga. Bobosi bo'lishiga, yo bobosi yo buvisi-da. Hozir to'xtab turing, o'ylaydi hozirroq. Bekzod mikrofon qo'ydi. Tak. Bitta savol bersam bo'ladimi? Mengami? Yo'q, Bekzod. Yo'q, menga mumkin. 3 qarindoshlardanmi? 3 qarindoshlardan. 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 3
Hozirda tirik. So'rab ko'rmagan ekanman, u qarindoshing tirikmi yoki o'lganmi deb. Demak, javob Begzod ismini so'ramagasizlarmi? Ismingni kim qo'ygan? Bitta xonada yashaysizlar. Aytib ham bergan ekan. Tog'asi yo amakisi. Tog'asi yo amakisi. Tog'asi yo amakisi. Javobni qabul qilaymi? Ha. Qabul qildim javobni. Demak, sizningcha do'stingiz Begzodning ismini tog'asi yoki amakisi tanlagan va ular qo'ygan. Javobni qabul qildim, to'g'ri javob esa buvisi. Ha, birinchi variant to'g'ri ketayotgan ekan menda. Ha, zo'r. Mana barmoq. Siz tishlaysiz. Bizda 5-savol. O'ynab qo'yasizlarmi oxirigacha? Yo, bo'ldimi? O'ynaylik. Birdan shart bajaramiz?mi? O'ynaylik. O'ynaysizlarmi? Da. Agar xohlasangiz mana shu 6 tasini bular topsa ham bo'ladi, men bularga ko'proq ishonyapman. Xohlagan odam. Ozroq logichnost topadi-yu. Bizda 5-savol. Begzodni birinchi marta maktabga kim olib borgan? Buvisi. To'ppa to'g'ri. Qoyil. Alqishlab qo'ysanglar bo'ladi. 4-1 oldinda hozir biza. Keyingisi ham buvisi. Begzod mustaqil pishirgan birinchi ovqat qaysi? Ya to'g'ri kelmas ekan. Asl qarang, men ovqat qilishni bilmayman, o'ylab javob bering. Lekin men niyabishni ovqat pishirganman, shu qashqadaryoligimni hisobga oling. U emas, lekin o'ylagan birinchi miyasiga kelgan narsa emas. Sirguruch. Tak, ovqat pishirishni bilmaydi, demak iloji boricha masalliq kam ovqat bo'lishi kerak. Tak, bitta yoki ikkita masalliq qatnashadigan ovqat bo'lishi kerak. Yo'qmi? Asl men bitga o'tirasizmi? To'xtab turing, hozir topaman. Qiyinmi shuncha? Mustaqil pishirilgan ovqat. Birinchi. Bitta xonada tursanglar ovqat pishirib ko'rgan bo'lish kerak. Yo'q, ovqat pishirmaydi. 5 ta harf. 5 ta harf. Mastava. Yo, ko'pagan u harflar. Osh. Tuxum. Yo'q. Qashqadaryoga tuxumni nima aloqasi bor? Tandirmi? 6 ta harf-ku. Tuxumda bo'lmasa. Javobni qabul qildim, to'g'ri javob esa kabob. Shashlik desangiz bo'lmaydimi, biri? Kabob. Shashlik boshqa, kabob boshqa. Shashlik boshqa, kabob boshqa asl. Yo'q, ikkalasi bitta. Yo'q, kabob boshqa. Sen aytayotganing kabob. Tayyormisizlar? Bizda 7-savol. Begzodning tug'ilgan kuniga oxirgi marta tortni kim olib keldi? Ya'ni oxirgi tug'ilgan kuniga tortni kim olib keldi? O'zim olib keldim. Rahmat, xayriyat. To'g'ri javob Asilbek Zikirov tort olib kelding. Da. Malades. Bizda Pulini men berdim. Kimga? Asilbekka. Hay shunaqa. Ajoyib do'stlik. 8-savol. Begzod restoranda o'tirganda eng ko'p kelgan hisob necha pul bo'lgan? Oho. Topolmasangiz kerak. Tak, bu Maftuna Shokirovalar bilan ham o'tiradi-da. 23 ming, ha? Qarang, anaqa bitta hazilga oid mana shu summa, faqat ko'pi. Короче, mana shunaqa narsa bo'lgan. Tak, 5600 so'mdan 256 ta. Necha pul bo'ladi u? To'g'ri topdingiz, o'ylab ko'ring endi. 5600 so'mdan o'ylab ko'rishim kerak. Demak, 1000 ta ekan. Hay, tupoy, son ayting. 5.600.000 mi? Yo 56 millionmi? Yo, 56 million nima? Men hokimmanmi sizga? Da 5.600.000. Ya, Begzod bu, ye. Yo, haqiqatan 560 ming. 5.600.000. Asilbek necha? 5.600.000. 5.600.000 va bu to'ppa to'g'ri javob, rostdan ham. Nima yegansizlar sizlar 5.600.000 ga? Короче, mana bunaqa bo'lganda. Bo'ldi, demak bizda keyingi 9-savol. Kabob yeganmiz, kabob. Begzodga ya'ni Instagramida obuna bo'lgan, ya'ni Begzodga obuna bo'lgan eng mashhur inson kim? Yo'q, mashhur emas. Obunachisi ko'proq adashmasam. Mashhurda obunachisi ko'p bo'lsa mashhurda. Maftuna Shokirova obuna bo'lgan bunga. Eng ko'p obunachiga ega bo'lgan inson podpiska bo'lgan Begzodga. U kim? Menimcha Maftuna Shokirova. To'g'ri javob. Qabul qildim. Boshda savollar bermaysiz. Qabul qildim dedim men. Ha, siz rahmat. To'g'rimi? Va javob ham to'g'ri ekan. Buni qaranglar.
Va oxirgi 10-savoli. Bekzod bir oy davomida telefoniga necha pul tashlaydi? Wi-Fi ga 150 ming tashladi. Telefonga deyapti. To'xtab turing, shundan hisob kitob chiqaraman-da, uyda necha soat bo'lishingizga qarab arifmetik progressiya olaman. Menimcha bu kallada unaqa narsalar yo'q. Uzmobile ishlatasizmi? Ha? Tak, demak tariflari 100 mingligi bor. Tak, 150 mingligi bor. Bu g'alatimi? Qayerdan kelgan bola? Marsdan deydi bitta qiz. Demak, bir oy davomida Bekzod telefoniga necha pul tashlaydi? 200 ming. Qabul qilaymi? Asl daji men bu muxlisman tanimaydi, Konusani muxlisida. Nimadir kallasi yetyapti. Nech bo'ldi dedingiz? 45 ming. 45 ming. 45 ming. Mayli, plus minus 3 ming. Necha raqam aytsang ham? 47. 47. Ha. Demak, Bekzod bir oy davomida telefoniga 47 ming so'm pul tashlaydi. Bu plus minus 3 ming yo 44 ming yo 50 yo 50 ming oralig'ida. Oralig'ida. Javobni qabul qildim va bu to'g'ri javob. 50 ming so'm pul tashlaydigan bir oy davomida. Bekzod Yusupov, olqishlab qo'yamiz. Asilbek, yutdikmi, yutqazdikmi? Men juda ko'p qarindoshlaringizdan sizni yaxshi bilaman. Yo'qmi? Chunki uni juda ko'p qarindoshi yo'q deydi. Demak, bizda Asilbek Zikirov hamda Bekzod Yusupov. Yo'q, asl 10 ta berilgan savoldan 4tasiga aniq javob berdi. 6 ta hatto bu hech qisi yo'q. Bu shunchaki raqamlar, lekin sizlar ishonamizki bir-biringlarni juda ham hurmat qilasizlar. Agar buni biz shubha qiladigan bo'lsak, hozir ko'z o'ngimizda ular bir-birini tirnog'ini tishlab oladi. Ishonmaysizlarmi? Qarang, asl sizga shans beraman, barmoqni o'zingiz tanlaysiz. Dondonziki o'ynaylik? Yo'q, men tishlamayman, aniq tishlamayman. Bo'lmasa nomingizga kredit olaylik. 2 million. Uzumdan. Siz e'lon qilmaysizmi? E'lon qildi-yu. Tantanali kimdir Men bunaqa narsani e'lon qilish niyatim yo'q. Men nima sizlarga? Tishlasalar tezroq tishlanglar, ketinglar nariga. Tak, qo'lingizni yuvgansiz-a? Ha. Yo'q. Kechani oldin kuni. Qo'lini yuvgan, oyog'ini yuvayotgan paytda. Tak, to'xtangchi, qaysi birida tirnoq uzun ekan? Men ham ko'rib olay, biz olingan yo'qligini keyin bilamiz-ku. Unisini ko'rsating-chi. Qani? Tirnog'ingni tishlab olish kerak. Tirnog'ing bormi o'zi? Mana kichkinada. Buniki bor lekin xohlasang. Yo'q. Bu har doim o'stirib yuraman. Mana shunga tayyorgarlik ko'rgan ishlayapsiz butun hayotida. Qachondir kimdir meni tirnog'imni tishlab oladi. Tak. Buni uzib bo'lmaydi-da. Yo'q, mana sekin-sekinda. Sekin-sekin-a? Da. Tishlab olingan tirnoq ko'rsatsanglar bo'ldi. Mana. Men hech o'ylamagandim kimdir tirnog'ini sekin-sekin tishlab olaman. Mana bu. Mana shuni? Ha. Nigoh uziga. Tema. Asl, как будто oldin qo'limni yeganday qilyapsiz, barmoqsiz. Nima qilyapsiz sizga? Suv olib beraymi? Bu kerak bo'larmidi? Ha. Qanday qilayman, tiz cho'kib o'qisam, amal. To'xtang, men shart kim o'ylab topdi, o'zingiz emasmi? Daman. Yoniga Bekzoddan yozilgan. Sekinroq tishla. Islom aka, bu shart qanday beryapsiz aka? Nimadir o'ylab topaylik. Ustozlar kuniga. Siz ustozingiz kim? Onam. Rikka chiqmoqchi bo'lmaysiz? Menimcha birovni tirnog'ini tishlab turgan paytda bu so'zni aytmagan ma'qul. Eng qizig'i onam buni ko'radilar ham. Ha. To'xtang, yomon aka. Yo'q, men bu teridan tishlayapsiz-da, men tirnoqdan asl. Tirnoqdan olmagansizmi og'zingiz bilan? Yo'q. Tishlab olmagansizlarmi bunday qilib? O'zinikini tishlasa bo'lmaydi-ya? Yo'q. She'riga ishonmasdan ketdi. Demak, xo'sh, Asilbek. Qani, ko'ray. Da, bor. Asilbek Zikirov hamda Bekzod Yusupov
Olqishlab qo'yamiz. Men chiqmagan bo'lardim bunaqa shoularga, lekin ishonchim komil, siz bunaqa shoularni yaxshi ko'rasiz. Shuning uchun aynan hozir bizni tomosha qilyapsiz. Aytgancha bizga like bosing, kommentariya qoldiring va do'stlaringiz bilan ulashing. Sizni ham ishongan insoningiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bizni showni jonli ko'rishga tashrif bering. Buguncha esa shular Kamina Islom Karimov, keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Barchaga rahmat.